Hammaga assalomu alaykum. Mening ismim Qo'nisheva Shabnam. Jizzax shahridagi Prezident maktabining 11-sinf o'quvchisiman va ayni damda ushbu kitobning muallifiman. Kitobimning nomi From A to Z Medicine, ya'ni meditsina A dan Z gacha. Bu kitob nima? Bu kitob Medical Glossary hisoblanadi va bilganimizdek, shu meditsinaga oid lug'at. Va bu yoqda kitobimizning ozgina description ketgan, ya'ni kitobimiz 10-11-sinf maktab o'quvchilariga meditsina sohasini yana ham yaxshiroq o'rganish uchun quick study source hisoblanadi, ya'ni bo'sh vaqtingizda olib, tez-tez ko'rib chiqish uchun lug'at. Va kitobning ikkita avtorlari bor. Birinchisi Shabnam Qo'nisheva va Zebo Zuhriddinova. Kitobimizdan foydalanishni ozgina tushuntirib ketsam boshida. Bizning kitobimizda umumiy 10 ta chapter bor, ya'ni 10 ta bo'lim va har bir bo'limni o'zini maxsus mavzulari bor. Masalan, birinchi bo'limning mavzusi bizda basic anatomy, ya'ni asosiy anatomiya, ikkinchisi body systems, tana sistemalari va xuddi shunday 1 dan 10 gacha hamma chapterni o'zini specialized bo'lgan mavzusi bor. Va har bir keladigan so'zlar ham, lug'atlar ham o'sha mavzularga mos ravishda ketgan. Masalan, birinchi bo'limdan boshlasak, basic anatomy, asosiy anatomiya, to'g'rimi? Buni aytdik va ko'rib chiqadigan bo'lsak, mana A dan boshlangan, chunki A alfavetining birinchi harfi bo'lgani uchun A dan Z gacha hamma so'zlar bor. Hozir pastga tushib ko'rsaman, Z gacha davom etgan bu. Bitta-bitta so'zlar berib ketiladi. Menimcha pastroqqa tushamiz, ozgina. Mana zygote so'zi bilan tugagan birinchi chapter va bizga keyin ikkinchi chapter boshlanadi. Va o'sha zygote so'zigacha bo'lgan so'zlar orasida A dan Z gacha hamma harflarga oid organlar, masalan, body systemsga oid so'zlar keltirib ketilgan. Boshga qaytamiz yana. Va o'zingizga qaysi chapter qiziq bo'lsa ham, o'shani ochib boshlab ketishingiz mumkin. Bu shart emas, aynan birinchi chapterdan, birinchi so'zdan boshlash degan narsa. Shuning uchun ham bu quick study source hisoblanadi. O'zingizga qiziqtirgan mavzuni ham ochib o'rganib ketishingiz mumkin. Xo'p, birinchi so'zimiz masalan abdomen, oshqozon, ya'ni va bitta so'zni 3 xil tilda berilgan. Medical simplified and example. Ya'ni medical tilda, meditsinada aynan ketadiganlar uchun aynan meditsinskiy so'zlardan foydalanib, medical termslardan foydalanib, specialized ular uchun qilingan bu. Ya'ni birinchi o'qib agar siz tushunmaysiz meditsinskiy atamalarga, ikkinchisi simplified definition'ni o'qib tushunib olishingiz mumkin. Masalan, simplifiedda boyagi meditsinaga oid atamalar sal kamroq berilib, uni meditsinani bilmaydigan odam o'qisa ham tushunadigan tilda berilgan. O'zingizga qulayini o'qib ketaverasiz va oxirida example berilgan. O'sha so'z esingizda yaxshiroq qolishi uchun va tushunishingizga ham yaxshiroq bo'lishi uchun hayotiy misollar bilan gaplar keltirilgan. Xo'p, boshlasak. Medical. The abdomen is the body region between the chest and pelvis containing digestive organs, blood vessels and muscles. Ya'ni abdomen bu tanamizni shunday qismiki va joylashgan qismini aytyapti. Ya'ni chest, ko'krak va pelvis bu buyrakdagi shunaqa zona bor. O'shani o'rtasida joylashgan qism abdomen deyiladi, deyapti. Ya'ni o'shani o'rtasida joylashgan ekan bu abdomen. Va containing digestive organs, ya'ni bu hazm qilish organlaridan tashkil topgan ekan, blood vessels, qon tomirlari va muskullardan. Va keyin buni tushunmagan bo'lsangiz agar simplifiedga o'tamiz. It is where your tummy is and helps with digestion and holds things together. Ya'ni u narsalarni ushlab turib, ya'ni it's where your tummy is, tummy qorin degani o'sha sohada deyapti va hamma narsani ushlab turib sizga ovqatni hazm qilishga yordam beradi. Va example sentence'ni ko'radigan bo'lsak, if you eat too much fast food, your abdomen might feel bloated. Ya'ni agar ko'p fast food yesiz, sizning oshqozoningiz to'lab ketgandek his qilishi mumkin. Artery. Ya'ni endi ikkinchi so'zga o'tyapmiz. Birinchi so'zni ko'rdik. Medical termlarda aytamiz yana. A blood vessel carrying oxygen-rich blood from the heart to tissues. Ya'ni yurakdan kislorodga boy qonni olib boshqa tana qismlariga yetkazuvchi qon tomiri ekan demak. Va keyingisi simplifiedda ko'ramiz. It's like the body's highway that delivers fresh blood everywhere. Ya'ni qonni transport vositasi
qaysiki qonni tananing hamma qismlariga yetkazib turadigan. Va keyin example, if an artery gets blocked, it can cause heart attack. Ya'ni agar shu arteriya to'silib qolsa, bu yurak xurujiga sabab bo'lishi mumkin. Va xuddi shunaqa qilib so'zlarni ishlatib ketaveramiz. Va biz hozir 4-betga kelganmiz va bu vaqtgacha biz ko'rdik. Demak, 4-betdan boshlangan ekan so'zlar va shu bilan davom etadi. Teparoqqa chiqamiz. 136-betgacha ekan va shu oraliqdagi betlarning hammasi to'la so'zlar. Bu hammasi odamlar o'rganishi uchun, maktab o'quvchilarini shu sohaga qiziqtirish va shu sohadagi bilimlarini kengaytirish uchun. Va kitobning orqasida ham kitob haqida ozgina ma'lumotlar bor. Ya'ni asosiysi shu human centered science ni odamlarga o'rgatish. Shunday qilib bu videoda men o'zimni kitobim haqida qisqacha description berib ketdim. Agar bu video sizga kitobga bo'lgan qiziqishingizni oshirgan bo'lsa, xursandman. Keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun like bosing va kanalimizga obuna bo'ling.